Kuyov bola bilan birinchi uchrashuvdayoq urushib ketganmiz. Xullas, kuyov bolamiz senda gapim bor deb meni ko'chaga chaqirgan. Bu bizning birinchi uchrashuvimiz bo'lgani uchun men ularni hali rasmda ham ko'rmagandim. Ximikni oldida uchrashga kelishdik va yetib bordim. Qarasam, kuyov bolamiz hali ham kelmagan. Turdim va birozdan keyin menga telefon bo'ldi. Qayerdasan, kelib qoldingmi dedi. Allaqachon shoddaligimni aytganimda nimaga telefon qilmading deb hayron qolgan. Va men nimaga telefon qilmaganimni qizlar juda ham yaxshi tushunadi. Qayerda edingiz desam, Ximikni oldidaman dedi. Ro'paramga qarasam, semiz amaki telefonda gaplashib menga qarab kelyapti. O'sha vaqtda boshimga shunaqangi og'riq kirgan, birinchi hayolimga kelgan narsa shunday orqamga qarab ketvorsam xafa bo'lmasmikan? Bu odam meni aldadi. 2000 yil emas, bu tochnik katta amaki deb shunaqangi yomon ahvolga tushib qolganman. Va sekin qo'rquv bilan o'sha amaki tomonga qarab yurib bordim. Bir mahal telefonda kuyov bolamiz: "Ey chuchchi, qayerga ketyapsan? Men seni orqangdaman" dedi-yu. Xudoga shukr deb sekin orqamga qarasam, oydekkina bola turibdi. Stressda nima deyishni bilmay qolganimdan yoniga borib salom ham bermasdan: "Tez gapiring, sizga 5 minut vaqt beraman" deganman. Albatta uni ham jahli chiqqan, lekin o'zini bosib, yo'lda gaplashib ketamiz deb Radgaga peshkom olib ketgan. Yo'lda ketyapmiz, gapingizni ayting desam aytmaydi. 3-4 marta qayta so'radim, lekin hech qanaqa gap aytmagan. Oxiri tan oldi: "Aytadigan hech qanaqa muhim gapim yo'q. Shunchaki sen bilan bir marta uchrashga qiziqqandim" dedi. Yo'limizda davom etdik. Shunaqangi uzoq peshkom olib yurgan, qiz bolani sabrini sinamoqchi bo'lsang, birinchi uchrashuvda juda ham uzoq peshkom olib yurgin degan gapga qattiq ishonadi deb o'ylaganman. Va biz yana tinchgina ketayotganimizda kuyov bolamiz meni qor ko'p joyga yetganimizda oyog'imdan chalib yiqitmoqchi bo'ldi. Albatta ziyrak bo'lganim uchun oyog'imni qattiq qilib turib oldim. Hozir bitta oyog'idan chalsam, nozik oyimchalarga o'xshab nozlanib yerga yiqilib oladi deb o'yladingizmi? Meni yiqitadigani hali onasidan tug'ilmagan deb ketvordim. Uni ham yaxshigina jahli chiqib, qo'limdan sudrab qorga borib bir amallab yiqitdi. Men ham bo'sh kelmadim, yiqilgan joyimdan turib kurtkasini ichiga to'ldirib qor sovordim. Urushib talashib bir-birimizni yomon ko'rsak ham olgan trendni men bilan olishga sherik yo'q edi. Va aynan kuyov bolamizdan men bilan videoga tushib berishini so'raganman. U rozi bo'lgan, videoni o'xshatib olib bo'lgunimizcha 10 tacha yurakcha chizib chiqqan. Taksigacha meni kuzatib qo'yayotganda yo'limizda bolalar kelayotgan bo'lsa, bu tarafimga o'tib olgin deb meni rashk qilishni ham boshladi. Men esa atayin asabiga tegib, qaysi tomonga deb jinnini yo'qolganman. Sen o'ng tarafimda ketyapsan, bu tarafimga desam, chap tarafim bo'ladi. Nima jinniroqmisan deb jahl qilib. Taksiga ham yetib oldim va yo'lda ketayotganimda hayolimga birinchi kelgan narsa: biz bir-birimizga umuman yoqmadik. Menimcha endi telefon qilmaydi deb o'ylaganman. U ham yo'lda ketayotganda menimcha qizga yoqmadim. Hozir telefon qilsam aniq ko'tarmaydi deb telefon ham qilmagan. Lekin hayotning eng qiziq tomoni shundaki, aynan o'sha urushib boshlangan uchrashuv keyinchalik bizning eng chiroyli xotiramizga aylanib qolgan.